Xizmatda bir vazifa topshirib oldingiz va buni hal qilish uchun bir bilan aloqa qilishingiz kerak. Telefon qilish uchun tamshaldingiz yo'q, ammo yana uni xohlamay el-xat yozishni qaror qildingiz. Dam olib o'tirganingizda tuyuqsiz telefoningiz sayrdi. Elishonmaslikdan ikkilanib turib qoldingiz. Telefon birdam sayragandan keyin to'xtab qoldi. Bu telefonni qaytarish endi sizga tog'dek yuk bo'ldi. Bundaq ahvollar sizda ko'p ko'rilamdi. Telefon elishdan yoki telefon urishdan qachamsiz? Ishingizni telefon orqali hal qilsangiz texmi unumli bo'lganini bilib turib, yana uchur yozishni tanlamsiz. Bu xil telefon paranglashdan qochadigan yoki paranglashganda rohatsiz bo'ladigan ahvol telefon andisi deb atiladigan bo'lib, tekshirishlarga asoslanganda yoshlar orasida, ya'ni 18 yoshdan tuvan va 18 dan 35 yoshgacha bo'lganlar orasida keng ko'rildi. Bular odatda telefonlashganda aloqzodi bo'lib tashvishlandi. Ig'ir bo'lganda hatto tarlash, ko'ngil aynish, nafas siqilish qatorliq ahvollar ko'rildi. Bundaqda bu xil andishining sababi nima? Telefon paranglashgan vaqtdagi majburiyat tuyg'usi buning sabablaridan biri deb ko'rilmoqda. Sizga telefon kelganda sizda javob berish majburiyati shakllandi. Qarshi tarafning so'ziga vaqtida muvofiq inkos qaytarishingizga to'g'ri keldi. Buning bilan selishtirganda xat yoki uchur vositasini qo'llangan vaqtingizda sizga o'yilinib ondan javob berish imkoniyati bo'ldi. Hatto xohlamasangiz uchurga javob qaytarmasangiz ham bo'ldi. Bu xil kontrollik kuchi sizga xotirjamlik tuyg'usi bergan bo'lsa, telefon paranglashganda bu kontrollikni yo'qotganligingiz uchun andishlanasiz. Yana birisiga kunimizda kishilarning ifoda shakli cho'lta va simvollashgan bo'ldi. İctimai taratqularga va yozgan uchurlarimizga diqqat qilsak, yerim yotta jumlalarni ko'p ishlatadiganimizni, ba'zi faqat bir so'z, hatto bir belgi bilan maqsadimizni ifodalashga odatlanganligimizni ko'ra olamiz. Bu xil cho'lta ham imo belgilar bilan aloqa qilishga ko'ngan kishilar uchun telefonlashganda mazmun butunligini saqlagan holda so'z qilish va inkos qaytarish besim bo'lib tuyuldi. Yana bir sabab bo'lsa, normal aloqa qilganda so'zdan boshqa intonatsiya, badan tili va chiroy ifodasi qatorliq signallarni ishlatamiz. Ammo telefon paranglashganda bu signallarni ishlatish imkoniyatimiz bo'lmaydi va bu bizning qarshi taraf haqida hukm chiqarishimizga to'sqinlik qilganligi uchun bizdagi xotirjamlik tuyg'usi kuchayib ketadi. Telefon andisi texi rasmiy holda psixologiyalik benormallik deb bekitilmagan bo'lib, hozircha ijtimoiy aloqa tashvishining bir turi bo'lib ko'rilmoqda. Telefon qilishni yaxshi ko'rmaslik cho'ng bir masala emas. Kundalik turmushimizga ta'sir yetkazmaganlar bo'lsa, zo'rlab o'zimizni telefon paranglashga ko'ndirishimizning hojati yo'q. Ammo bu yerda bizning diqqat qilishimiz kerak bo'lgan bir masala bor. U bo'lsa-mu, bizning ijtimoiy taratquv va qisqa uchurlarga tayinib olishimiz bizning normal aloqa qobiliyatimizga qanchalik ta'sir ko'rsatadi? İctimai taratqularning taraqqiyoti bilan kishilar orasidagi aloqa texmi qulaylashdi. Ammo aloqaning sifati va chinligining borgan sir tuvanlayotganligiga ko'z yumg'ili bo'lmaydi. İctimai taratqularning yangilik va suratga bo'lgan urg'usi bizning kishilik munosabatlarimizga izchillik va tirishchanligimizga ta'sir ko'rsatadi. Yuzturani aloqa o'rniga ijtimoiy taratquv aloqasini tanlaganlarni ko'p uchirtimiz. Hal qilishga tegishli masala bo'lsa, yuzturani hal qilish o'rniga uchur yozamiz. Uchurda cho'lta jumlalarni ishlatib ko'ngashga o'ylaganlarimizni butun jumla bilan boshdan oxir tartibli so'zlashning biz uchun taslashayotganligini his qilamiz. Agar o'zimizda bu xil chekinishni bayqab, uni o'zgartirishga, kishilik aloqamizning sifatini yuqori ko'tarishga tirishganimizda, balkim telefon paranglashishning biz uchun unchalik taskin to'xtamaganligini his qilishimiz mumkin.